ko'pchilik ikki etajli qurishga qo'ni qo'shnilar ruxsat bermayapti-ku. Uyimizni egalari hammadan so'rab yozdiryaptilar. 2 etaj qurasizmi, 3 etaj qurasizmi? Qo'shnidan rozilik olib qo'yganlar. Bizda hozir mana Safiskiy 10 ga Malika bozor ketasiz. Bu Taxtapuldagi Iskandar ota masjidi bo'ladi. Bu yoq taraf Safiskiy, bu yoq tarafimizga turishimiz Sebzor, u yog'i Chorsi, Olmazor tumaniga kiradi bu. Mana shu 3 sotuli joyimiz, fasad 10 dan oshiqroq, ichkariga 30 dan oshiqroq. Kirib bemalol yashasangiz ham bo'ladi. Sharoitlarni yaxshi qilib qo'yganlar. Lekin bu yerdan ko'proq ofis yo bog'cha shunga o'xshash nimadir qilib foydalansangiz yaxshi daromad keladi. Yo'lni yuzida akalar ko'pchilik bildi уже bu yerda. Hozir men ichkarini ham bitta obzor qilib, narxini ham sizga aytib beraman. Hop, bu yoq fasadi ko'ryapsiz, 17. Bemalol kelib yashasangiz ham bo'ladi. Hop, bu yog'imiz kiraverish. Kirganimizda mana to'g'riga asosiy uylarni qurganlar 2 etajga qilib. Hop, bu yoqni kelib bemalol uylarni ko'rsangiz bo'ladi, agar sotib olmoqchi bo'lsangiz. Bu yoq tarafda ham mana uylar qurilgan, 1 etajga paltira qilib. Men azon, masjidda azon ovozi shunday eshitilib turadi. Bu yoqda masjid ko'rinib turadi. Bir sotiga 80 ming dollardan so'rayaptilar. Bu yoqda o'zi 100 ming, 120 ming so'rashadi. Yo'l yuzi bo'lgan uchun 80 mingdan so'rayaptilar. Agar aka sizga ma'qul kelsa, joyi sotib oling. Kadastrlari ham hammasi joy-joyida ekan, xudo xolisi muammo bo'lmasa ekan. Bu videoni yo'l yuzidan biznes qilaman degan tanish bilish akalarga jo'natib qo'yaveringlar. Pastda ekan raqamni telefon qilaverasizlar.